Assalomu alaykum barchaga. 35talik attestatsiya spesifikatsiya testlarini boshlaymiz. Birinchi masalamiz X va Y jismlari shaklda ko'rsatilganidek ishqalanishsiz va og'irligi hisobga olinmaydigan bloklar orqali muvozanatda turibdi. Bunga ko'ra X jismning og'irligi Y jismning og'irligining necha baravariga teng? Rasmimizdagi X jism og'irligini Fx, Y'nikini Fy deb olamiz. Y jismimiz ko'char blok orqali o'tgan, shuning uchun ko'char blokda bu og'irligi 2 ga bo'linadi har bir tomonga. Fy taqsim 2, bu yerda ham Fy taqsim 2. Demak, Fy taqsim 2 og'irlik ko'chmas blok orqali mana bu yerda taranglik kuchini hosil qiladi. Taranglik kuchi mana shu, demak Fy taqsim 2 ga teng. Bu taranglik kuchi bilan mana bu yerdagi taranglik kuchlari X o'qi bilan 30 gradusdan burchak hosil qilgan. Shuning uchun bular ham bir-biriga teng. Bu taranglik kuchlarini Y o'qi bilan, ya'ni Y o'qidagi proyeksiyalari bizga kerak. Bu 30 gradus burchakning sinusi Ty taqsim T ga. Bu yerdan Ty'imiz T sinus 30 gradus. Ty, T'ning o'rniga Fy taqsim 2 ni qo'ysak, sinus 30 gradus. Xo'p, Ty'imiz mana bu yer. Va mana bu yerda ham albatta Ty bor. Va bu ikkita Ty'lar mana bu yerda umuman yana bir taranglik hosil qiladi. 2 Ty bo'ladi bu yerda. Shu 2 Ty'imiz ko'char blok orqali yana 2 ga bo'linadi. Demak, mana bu yerda ham Ty, bu yerda ham shu Ty'imiz. Bu Ty'imiz X jism og'irligiga teng bo'lib, demak, Ty Fx ga teng. Bundan kelib chiqadi Fx teng Fy taqsim 2 sinus 30 gradus. Yo'inki Fx teng sinus 30 gradus 1 taqsim 2 ekanligi bois birdaniga 4dan 1 qism Fy ga. Ya'ni X jism og'irligi Y jism og'irligining 4dan 1 qismiga teng bo'ladi. A javob to'g'ri bo'ladi. Ikkinchi masalaga o'tamiz. Og'irliklari ahamiyatsiz, hisobga olinmaydigan teng bo'lakli, ya'ni uzunligi bo'ylab teng bo'laklarga bo'lingan stерженlar vertikal tekislikda rasmda ko'rsatilgandek gorizontal holatda muvozanatda turibdi. N jismining og'irligi J, L jismining og'irligi 3J ekanligi ma'lum. Bunga ko'ra P jismining og'irligi 3J, M jismining og'irligi 9J, K jismining og'irligi 5J deganlarning qaysilari to'g'ri demoqda. Demak, rasmda biz ko'rib turibmiz. Rasmimizdagi N ni J bilan belgilab olaylik. L jismida esa 3J. Mana shu N va P jismlarimiz turgan richakka e'tibor qaratamiz. Mana bu yerda tayanch bo'lsa, P jism uchun yelka L ga teng. Bir bo'lakni L deb olamiz. N jism uchun yelka 2L ga teng. Bular muvozanatda ekanligi bois Mn teng bo'ladi MP ga. M'imiz J ko'paytirilgan 2L, ya'niki Mn kuch momenti J ko'paytirilgan 2L, MP kuch momenti esa P ko'paytirilgan L ga teng. L'larimiz ketsa, bundan kelib chiqadi P'imiz 2J og'irlikka teng. Bu yerda aytyaptiki, P jismining og'irligi 3J deyapti. Yo'q, biz 2J chiqadi. Shuning uchun bu ta'kid noto'g'ri. Endi ikkinchi richakka e'tibor qaratamiz. Mana bu yer tayanch bo'lsa, L jism uchun yelka L ga teng, kichkina L ga ya'ni.
M jism uchun ham yelka L ga teng. Va mana bu yerda taranglik kuchimiz bor. Taranglik kuchi J va P'miz 2J edi-ku. J plus 2J, ya'ni 3J ga teng mana bu. 3J tarangligimiz uchun, taranglik kuchi uchun yelka 2L ga teng. Endi kuch momentlarini muvozanatga keltiramiz. Ya'ni 3J ko'paytirilgan 2L yelka plus L yukimizniki 3J, birdaniga 3J yozamiz. 3J ko'paytirilgan yelkasi L ga va bu teng bo'ladi tayanchdan o'ng tomondagi momentga. Bu M og'irligi ko'paytiriladi L yelkaga. Xo'p, L yelkalar mana bu yerda qisqarib ketsa, M'imiz 3J plus 2 3 6 9J ga teng ekan. M jism og'irligi 9J degan ta'kid to'g'ri bo'ladi. Endi eng yuqoriga richagimizga e'tibor beramiz. Bu yer tayanch bo'lsa, tayanchdan o'ng tomonda taranglik kuchi, bu yerda 9J dedik. Mana bu 9J M jism og'irligi dedik. L niki 3J 12 bo'ladi va yana 3J bor. 15J ekan. 15J va yelkasi L ga teng. Bu yerda esa K jism yelkasi 3L ga teng. Demak, K uchun K ko'paytirilgan 3L moment va teng o'ng tomondagi moment 15J ko'paytirilgan L. L'lar ketsa, K'imiz 15 taqsim 3 5J. K jism og'irligi 5J. Bu to'g'ri. Demak, ikkinchi, uchinchi ta'kidlar to'g'ri. Bu yerda D variantimizda bu bor. Keyingi masalamizga o'tamiz. Bir tekis va bir jinsli dumaloq plastinkadan undan kichikroq dumaloq qism rasmda ko'rsatilgandek kesilib olinadi va tashlab yuboriladi. Bunga ko'ra hosil bo'lgan yangi plastinkaning massa markazining koordinatalari quyidagilardan qaysi biri? Demak, rasmimizda katta plastinkaning massasini katta M, kichkinasinikini esa kichkina m bilan belgilaymiz. Kattasi uchun massa markazi demak Y6 to'g'ri chiziqda yotibdi. X uchun esa 6 da turibdi. Buni X2 deb olaylik, mana shu 6. Kichkinasi uchun esa massa markazi Y6 da turibdi, X esa 3 da. Buni X1 deb olamiz. Endi katta M massa uchun rho ko'paytirilgan V desak, rhoimiz turadi. V ni H, buni qalinlik desak, ko'paytirilgan S. S'imiz aylana ekanligi uchun umuman doiraning yuzasi bo'ladi. Ya'ni pi r kvadrat, r emas, bunimiz x2 kvadrat deymiz. Kichkina m uchun esa birdaniga rho h pi x1 kvadratda. Endi koordinata y uchun y barobar 6 chiziqda yotadi, albatta. X koordinatani endi topamiz. X koordinata uchun m massamiz ko'paytirilgan x1 yo'q, x2 edi. Ayiramiz. M x2 bo'lingan m minus m. Bu yerda m massamiz uchun rho h pi
va birdaniga qavsdan tashqariga chiqarsak, ikkala katta va kichik massalar uchun x2 kvadrat x1 va minus bu yerda kvadrat kubga aylanadi, chunki x2 ko'paytiruvimiz bor. Va mana bu yerda x joy yetmay qoldi. Mana bu yerdan yozamiz. Kelinglar. Mana shuni boshqa. Demak, barobar rho hp x2 kub minus x1 kub ayiramiz. Xo'p, rho hp x2 minus x1. Demak, rho hplar ketsa, x2 ni kubi demak 6 ni kubi ayru 3 ni kubi. Bu yerda kvadratda 6 ni kvadrati minus 3 ni kvadrati. Demak, barobar 216 ayiramiz 27 bo'lingan 36 minus 9. Bu 7 ga teng bo'ladi. Demak, x koordinatamiz 7, y esa 6. Demak, x y'imiz bu 7 ga 6 bo'lyapti. C javobimiz to'g'ri bo'ladi. Keyingi masalaga o'tamiz. Tinch holatdan harakatlana boshlagan bir avtomobilning tezlanish vaqt grafiki quyida berilgan. Avtomobil 0t vaqt oralig'ida x masofa bosib o'tgan bo'lsa, 0,3t vaqt oralig'ida necha x masofa bosib o'tgan? Demak, avtomobilning boshlang'ich tezligi 0 deb olsak, bundan kelib chiqadi. Uning 0t vaqt oralig'idagi tezligi v teng at. 0t vaqt oralig'ida s1 masofani bosib o'tgan bo'lsa deylik, bu esa at kvadrat taqsim 2 ga teng. Va buni o'zi shartida aytyapti, x ga teng bo'lmoqda bu. Endi t2t vaqt oralig'idagi s2 masofa bu tekis harakat bo'lib, biz topgan v tezlikni ko'paytiramiz. Shu vaqt oralig'i, ya'ni 2t minus t vaqt oralig'i, ya'ni t ni o'zi bo'ladi. Barobar v imiz o'rnida at qo'ysak, 2t minus t yana t bo'lib, at kvadratga teng bo'ladi. At kvadratimiz at kvadrat taqsim 2 ni 2 barobari degani, demak bu 2x ga teng bo'ladi. Endi 2t dan 3t ga vaqt oralig'ida s3 teng bo'ladi. Demak, boshlang'ich v0imiz, demak, o'sha v ni o'ziga teng. T vaqtimiz esa 3t minus 2t vaqt oralig'i. Bu yerda tezlanish manfiy bo'lgani uchun ayruv qo'yamiz. A tezlanishimiz o'sha vaqt oralig'imiz birdan t deb ketsak, t kvadrat taqsim 2. Va v imiz at ni o'ziga tengligi bois va 3t minus 2t t'lar kvadratda bo'ladi. Minus at kvadrat taqsim 2 va at kvadrat taqsim 2 bu x ga teng. Demak, umumiy s masofa s1 plus s2 plus s3 ga teng bo'lib, bular x plus 2x plus x
4x ga teng. Demak, x masofa bosib o'tgan deyilmoqda. 4x. Javobimiz demak 4 ga teng. Keyingi masalaga o'tamiz. Ishqalanishsiz va vaznsiz bloklar bilan qurilgan shakldagi tizimda F kuch bilan ip tekis tezlikda h masofaga tortilmoqda. Bunga ko'ra bajarilgan ish necha mj h ga teng? Demak, bu yerda ko'rib turibmiz, F kuchimiz ko'char blok orqali o'tgan. Ko'char blok orqali demak o'tib, F kuchimiz h masofadagi, demak h uzunlikdagi arqonni tortmoqda. Ko'char blok kuchdan 2 marta yutuq bersa-da, yo'ldan 2 marta yutqazadi. Shuning uchun h biz tortib olgan bo'lsak-da, mana bu h taqsim 2 ga tortiladi bu yer. Endi yana bitta ko'char blokimiz bor. Yana bir ko'char blok orqali o'tganda yana 2 barobarga qisqaradi bu masofa. H taqsim 4 ga, demak 6m massali yukimiz h taqsim 4 balandlikka ko'tarilar ekan va bunda og'irlik kuchining bajargan ishi A teng mj h formulamiz bo'lsa, bunga ko'ra demak bizning A nolavoy deb olsak ishimizni, bu massamiz 6m, j bor, h'imiz esa h taqsim 4. Bundan 3 taqsim 2 mj h. Necha mj h degan savoliga 3 taqsim 2 javob bo'ladi. Keyingi masalaga o'tamiz. Ishqalanishsiz gorizontal tekislikdagi K va L jismlarining massalari mos ravishda 4 kg va 3 kg. F1 va F2 kuchlari K va L jismlariga shakldagidek qo'yilganda ipda hosil bo'lgan taranglik kuchi necha newton bo'ladi? Demak, biz taranglik kuchini topishimiz kerak. Bu yerda taranglik kuchi T deb belgilab olsak, birinchi navbatda jismlar sistemasining tezlanishini topadigan bo'lsak, bu yerda A teng natijaviy kuchimiz F1 minus F2 bo'lamiz. MK plus ML. F1 F2'miz 26 minus 12. MK ML'lar 4 plus 3 va 14 taqsim 7 baravar 2 metr taqsim sekund kvadratga teng ekan. Endi aytaylik, K jismi uchun Newtonning ikkinchi qonunini qo'llaydigan bo'lsak, K jismiga F1 kuch ta'sir etyapti va taranglik kuchi va K jismimiz A tezlanish olmoqda. Bu yerdan T ni topadigan bo'lsak, T teng F1 minus MK ko'paytirilgan A. F1'imiz 26, MK 4 kg, A'imiz 2. 26 minus 8 teng 18 newton. Demak, T taranglik kuchimiz 18 newtonga tenglashmoqda. Keyingi masalaga o'tamiz. Inersiya momentlari mos ravishda I va 4I bo'lgan X va Y shkiflari O1 va O2 markazlari atrofida strelka yo'nalishida aylantirilmoqda. X va Y shkiflarining burchak momentlarining kattaliklari mos ravishda Lx va Ly bo'ladi. Bunga ko'ra Lx taqsim Ly nisbati nechaga teng? Demak, tasmali uzatma bo'lmoqda. Bunda burchak momentlari Lx uchun I omega x, Y jismi uchun Ly. Uning inersiya momenti 4I ga teng ko'paytirilgan omega
Demak, bunday qilib bo'lsak, Lx teng I, omegani biz yozishimiz mumkin V taqsim R tarzida. Endi Ly uchun esa 4I V taqsim y'imiz uchun 2R ekanligi bois 2R qo'yamiz. Va 2 ma'nolar ketsa, mana 2I ko'paytirilgan V taqsim R. I ko'paytirilgan V taqsim R imiz Lx ga tengligi bois, albatta Ly teng bo'ladi. 2 IVR o'rnida biz Lx ni qo'yamiz. Biz nisbat Lx taqsim Ly nisbat oladigan bo'lsak, bu 1 taqsim 2 bo'ladi. B javob to'g'ri. Keyingi masalaga o'tamiz. Quyosh sirti yaqinidagi geliy atomlarining o'rtacha kvadratik tezligini hisoblang. Sirt harorati taxminan 6000 kelvinga teng. O'rtacha kvadratik tezligimiz formulasi ildiz ostida 3R bo'lingan m molar massa. Demak, o'z o'rniga qo'yadigan bo'lsak, bularni 3R imiz universal gaz doimasi 831, T 6000, molar massa esa geliy uchun 4 ko'paytirilgan 10 darajasi minus 3 ga teng. Demak, hisoblaydigan bo'lsak, bu taqriban 6100 metr taqsim sekundga teng bo'ladi. C javob to'g'ri. Keyingi masalaga o'tamiz. Quyidagi ikki bosqichli jarayonni ko'rib chiqing. Ideal gazdan issiqlik o'zgarmas hajmda chiqariladi. Natijada uning bosimi 2/2 atmdan 1/4 atmga tushadi. So'ngra gaz o'zgarmas bosimda kengayadi. Hajmi 5/9 litrdan 9/3 litrga oshadi va temperatura boshlang'ich qiymatiga qaytadi. Rasmga qarang. Demak, hisoblash kerak. A. Gazning butun jarayonda bajargan ishi va gazning ichki energiyasining o'zgarishi, so'ngra gazga berilgan yoki gazdan chiqarilgan umumiy issiqlik miqdori. Gazning bajargan ishini topadigan bo'lsak, birdan ikkinchi holatga o'tgandagi gazning bajargan ishi, bunda hajm o'zgarmas bo'lmoqda. Hajm o'zgarmasa, bajargan ish 0 ga teng bo'ladi. Endi ikkinchi holatdan uchinchi holatga o'tishdagi gazning bajargan ishi P2 ko'paytirilgan, demak, V3 minus V2 bo'ladi. Xo'p. P2 imiz 1/4 atm, ya'ni 1/4 ko'paytirilgan 10 darajasi 5 deb bo'lsagan bo'ladi. O'zi 101.325 paskal atmosfera bosimi, 100.000 deb bo'lsagan bo'laveradi. Ko'paytirilgan V3 imiz 9/3 litr ayiramiz. V2 imiz 5/9 litr. Litrni metr kubda birdaniga qavsdan tashqariga ikkalasi uchun chiqargan holatda yozsak, 10⁻³ ga demak chiqadi qavsdan tashqariga. Buni hisoblab topadigan bo'lsak, bu taqriban 482 joulni beradi. Demak, bajargan ish 482 joulga teng bo'lmoqda. Endi B'si ichki energiya o'zgarishi. E'tibor beramiz, birinchi holatdan 2 va oxirgi holat 3. Birinchi va uchinchi holatdagilar temperaturalari bir-biriga teng, T1, T3 ga teng. Bu degani mana bu birdan uchinchi holatga agar to'g'ridan to'g'ri o'tadigan bo'lgan taqdirda bu
Temperatura o'zgarmasdan kechmoqda. Temperatura o'zgarmasdan kechgan holatda bu T konstantaga to'g'ri keladida, ichki energiya o'zgarishi umumiy holda nolga tengligini bildiradi. Endi umumiy issiqlik miqdorini topamiz. Bu yerda bajarilgan ishimiz 482 joule. Q uchun o'zi delta U plus A. Delta U'miz 0, bajargan ishimiz esa 482 joule va bu umumiy issiqlik miqdorini ham 482 joule ekanligini bildiradi. Demak, bajargan ish 482, ichki energiya o'zgarishi 0 va issiqlik miqdori 482 joule. Bu C javobga to'g'ri keladi. Keyingi masalaga o'tamiz. Bir xil ballonlarda bir xil temperaturada teng massali vodorod va kislorod bor. Agar kislorodning molyar massasi 32 kilogramm taqsim kilomol, vodorodniki esa 2 kilogramm taqsim kilomol bo'lsa, vodorodning ballon devoriga beradigan bosimi kislorodnikiga qaraganda necha marta katta bo'ladi? Demak, bir xildagi ballonlarda deyapti. Bu degani demak V1 teng V2 ga va V deb olsak bo'ladi. So'ngra bir xil temperatura. Bunda ham T1 T2 ga va umumiy T deb olsak bo'ladi. Teng massali M1 teng M2 ga va buni M deb olsak bo'ladi. Vodorod va kislorod bor demoqda. Molyar massalari har xil ko'rib turibmiz. Endi bu vodorod va kislorod gazlari uchun Mendeleyev-Klaperon tenglamasini qo'llaymiz. Vodorodni P1 bosimini, kislorodnikini P2 deb olsak, Mendeleyev-Klaperon bo'yicha P1V M taqsim massa RT va P2V bu kislorod uchun. Demak, mana shu yerda biz P1 ni P2 ga bo'lsak, ya'ni birinchi tenglamamizni ikkinchisiga bo'ladigan bo'lsak, V'lar ketadi, massalar ham ketadi. R'lar ketadi, T'lar ham ketadi. Nima qoladi? P1 taqsim P2 teng. Endi mana bu M2 imiz suratga chiqadi. M2 taqsim M1. Xo'p, M2 imiz kislorod uchun, M1 imiz vodorod uchun edi. Kislorod uchun 32, vodorod uchun 2 va teng bu 16. Demak, vodorodning ballon devoriga beradigan bosimi kislorodnikiga qaraganda 16 marotaba katta ekan. Keyingi masalaga o'tamiz. Rasmda ko'rsatilgan jarayonlarda tizim qancha issiqlik miqdori oladi yoki beradi? Demak, bu yerda issiqlik miqdorini topishimiz kerak. Qu birinchi holatdan ikkinchi holatga o'tgandagi issiqlik miqdorini topadigan bo'lsak, bu bizda P konstanta bo'lyapti. P konstantada 5 taqsim 2. Xo'p, P1 V2 minus V1. 5 taqsim 2. P1 imiz bizda 2 kilopascal bo'lmoqda, 2⁻3. V2 imiz 3 metr kub. V1 imiz 6. Demak, bu minus 3 ni bersa, bu ikkilar ketadi desak, 5 kira minus 3 15. O'ndirisi 3 bilan, demak, minus 15 kilojoule issiqlik miqdori
Demak, berayotgan ekan. Minus berishni ifodalaydi. Endi 2 dan 3-chi holatga o'tishda v konstanta konstantada a 0 ga teng. A 0 ga tengligi bois qo'yimiz 2 dan 3 ga. 3 taqsim 2. Xo'p. P3 V3 ayiramiz. P2 V2 teng 3 taqsim 2. Demak, bizda P3imiz 4 kilopascal, 4 o'ng darajasi 3. V3imiz 3. Ayiramiz. P2imiz 2 o'ng darajasi 3. V2imiz esa va yana 3 ga teng. Barobar. Bu yerda 12 ayiramiz. Bu 6. 12 dan 6 6. 6 ni 2 ga bo'lsak 3, 3 kira 3 9. O'ng darajasi 3 bor 9, o'ng darajasi 3 bu kilo degani. 9 kilojol issiqlik miqdori demak olayotgan ekan. Umumiy quv issiqlik miqdorini topadigan bo'lsak, quv 1/2 plus quv 2/3 desak, minus 15 plus 9 barobar minus 6 kilojol. Minus aytdik, bu beradi, ya'ni issiqlik miqdori berishni ifodalaydi minusimiz va minus 6 kilojol dejol turi bo'ladi bizda. Keyingisiga o'tamiz. Ideal issiqlik mashinasining isitgich va sovitgich haroratlari bir xil miqdorga kamaytirildi. Bunda quyidagi kattaliklar qanday o'zgaradi? Bir siklda bajargan ish, mashinaning foydalanish koeffitsiyenti, ishchi jism tomonidan isitgichdan olingan issiqlik miqdori. Demak, ortishi, kamayishi yo o'zgarmasligini aytishimiz kerak. Foydalanish koeffitsiyenti ideal issiqlik mashinasi uchun bitta teng T1 minus T2 taqsim T1 ga teng. Yo'inki Q1 minus Q2 taqsim Q1. Q1 minus Q2 o'z navbatida ishga teng bo'lib A yozamiz va bo'lingan Q1. Endi T1 va T2 haroratlar bir xil miqdorga kamaytirilsa, mana bu suratga e'tibor qaratamiz. T1 minus T2 bir xil miqdorga kamaygani bilan suratning mana bu ayirma qiymat o'zgarmaydi, surat qiymati. Va bizda mana bu yerda suratda A bajarilgan ish turibdi. Va T1 va T2 o'z navbatida Q1 hamda Q2 ga bog'liq. T1 Q1 ga, T2 Q2 ga. T1 oshsa Q1 oshadi, T1 kamaysa Q1 kamayadi. Demak, bundan kelib chiqadi Q1 va Q2 lar ham qiymati kamayadi. Bizga xo'p Q1 uchun kerak edi. Q1 ning qiymati demak kamayar ekan. Bizda bu 3-chi, demak Q1 kamayadi. Foydali ish koeffitsiyentiga keladigan bo'lsak, surat qiymati o'zgarmadi, lekin mana bu yerda mahrajda T1imiz bor. T1imizning qiymati kamayapti. Kasrning surati o'zgarmasdan mahraji kamayadigan bo'lsa, suratning umumiy qiymati, ya'ni bizda hozir foydali ish koeffitsiyentimiz turibdi. Bu oshadi. Foydali ish koeffitsiyenti demak oshar ekan. Demak, bu oshadi. Q1 kamayadi va bajarilgan ish mana suratda turganligi, umuman Q1 va Q2 ayirmasiga bog'liqligi bois, demak bu o'zgarmaydi.
Demak, navbat bilan aytadigan bo'lsak, ketma-ketlikda o'zgarmaydi, oshadi va kamayadi. Bu C javobimizga to'g'ri keladi. Keyingi masalaga o'tamiz. Yassi kondensator qoplamalari orasida parafinli plastinka joylashgan. Kondensator sig'imi 6 mikrofarad, zaryadi 0,1 mikrokulon. Kondensator tok manbayidan uzilgan holda plastinkani undan chiqarish uchun qancha ish bajarish kerak? Yassi kondensator barchamiz bilamiz. Sal bundayroq chizsak, demak, mana bu yassi kondensator desak, mana bu D masofa, orasiga demak parafinli demak plastinka, dielektrik sindiruvchanligi E 2 ga teng bo'lgan solingan deyilyapti va kondensatorning o'zini sig'imi C ga teng. Xo'p, demak, ish bajarish bu A teng energiya o'zgarishiga teng. Energiya o'zgarishi demak W2 minus W1. W1imiz o'zi nimaga teng? Bu qo'l kvadrat taqsim 2 C1. C1imiz nimaga teng? C1imiz parafin ichida joylashgan holdagi kondensatorimiz sig'imi. Bunda C ko'paytirilgan E epsilon. W2imiz qo'l kvadrat taqsim 2C2 bu parafinsiz. Parafinsiz bo'lsa epsilon bo'lmaydi. Endi A teng birdan joyga qo'yadigan bo'lsak, qo'l kvadrat W2 uchun 2C minus qo'l kvadrat taqsim 2C barobar qo'l kvadrat taqsim 2 C'larni chiqaradigan bo'lsak 1 minus 1 taqsim epsilon. Qiymatlarni joyiga qo'yadigan bo'lsak, qo'l kvadratimiz demak 6 10 darajasi minus 6 ni kvadratda bo'lamiz 2 quyimiz 0,1. C'imiz bu 6 10 darajasi minus 6 1 minus 1 taqsim 2. Xo'p, bu 0,1 ko'paytirilgan 10 darajasi minus 6 10 darajasi minus 7 desak, kvadrati 10 darajasi minus 14 bo'lamiz. 6 10 darajasi minus 6 ya'ni 12 10 darajasi minus 6 va mana bu 0,5 ni beradi. Va hisoblab chiqadigan bo'lsak, bizga 0,4 10 darajasi minus 9 ni beradi. Demak, A teng 0,4 nani joule. B javob to'g'ri bo'ladi. Keyingi masalaga o'tamiz. Sxemadagi voltmetrning ko'rsatishini toping. Xo'p, tok manbayining ichki qarshiligini hisobga olmaslik kerak. Bizda voltmetr ko'rsatadi. Demak, V voltmetrimiz ko'rsatadi dB tugunlar orasidagi potensiallar farqini. Bizda A va F
tugunlar orasidagi potensiallar farqi elektr yurituvchi kuchga, ya'ni 12 voltga teng. dB, delta phi dB ni biz topishimiz mumkin. Delta phi AB dan ayirib delta phi AD ni. Delta phi AB o'z navbatida R qarshilikdagi kuchlanishga teng va bu undagi I tok kuchi ko'paytirilgan R qarshilikka teng. I tok kuchini biz zanjirning butun zanjir uchun Ohm qonuni orqali topishimiz mumkin. R esa bu o'sha qarshiligimiz. Butun zanjir uchun Ohm qonuni formulamizda epsilon I uchun yozyapmiz bu. Epsilon bo'lingan R plus, demak bu umumiy qarshilik topyapmiz. 3R ko'paytirilgan 1,5 R bo'lamiz 3R plus 1,5 R. E'tibor qaratinglar, R qarshiligimiz bu birinchi, mana bu qarshiligimiz bo'lsa, mana bu yerda 3R ko'paytirilgan 1,5 R bo'lingan 3R plus 1,5 R imiz esa mana bu 3R va 1,5 R o'zaro parallel bo'lganligi uchun parallel ulashdagi umumiy qarshilik topish formulasidan foydalanyapmiz va orada ko'paytirilgan mana bu R imiz ham bor. Bunda bu teng bo'ladi 3R ko'paytirilgan 1,5 R 4,5 R, 3R plus 1,5 R ham 4,5 R, 4,5 R bo'lingan 4,5 R, ya'ni 4,5 R kvadrat bo'lingan 4,5 R, R ni o'zini berib R plus R 2R epsilon bo'lingan 2 ni beradi, R'lar qisqarib. Epsilonimiz 12 ekanligi uchun 2 ga bo'lsak 6 voltni beradi. Endi delta phi AD topishimiz kerak biz. Delta phi AD bu 4C sig'imga ega bo'lgan kondensatorimizdagi kuchlanishga teng. Bu o'z navbatida undagi zaryad bo'lingan sig'imga, 4C sig'imiga. To'rt C va C sig'imli ikkita kondensatorlarimiz o'zaro ketma-ket ulanganligi bois ulardagi zaryadlar bir-biriga teng, ya'ni Q4C teng Qc ga va Q umumiyimiz teng bu Q barobar Cu formulamizdan C umumiy ko'paytirilgan. Xo'p, u umumiyimiz epsilonga teng. Epsilonni o'zini yozamiz. Xo'p, C umumiyimiz bizda nimaga teng? Birdaniga yozadigan bo'lsak, mana bu yerda. Xo'p, epsilonni o'zini yozaylik. C umumiyimiz ketma-ket ulashdagi kondensatorning ketma-ket ulashda xuddiki qarshiliklarni parallel ulagandagi formulamizga teng, ya'ni 4C ko'paytiramiz C bo'lingan 4C plus C barobar bu 4C kvadrat bo'lingan 5C 0,8 C ni beradi. Epsilon ko'paytirilgan 0,8 C. Xo'p, endi delta phi AD potensialimiz
Q4C bo'lingan 4C formulamizga endi qo'yib chiqamiz. Q4C'miz Q umumiyga teng bo'lib, 0,, epsilon ko'paytirilgan 0,8 C ga teng. Va bu yerda 4C'miz bor, mahrajda C'lar ketsa, demak, epsilon ko'paytirilgan 0,8 bo'lingan 4, ya'ni epsilon ko'paytirilgan 0,2 yoki epsilon 12 bo'lsa, 5 ga ko'paytirib 5 ga bo'lsak, 2,4 ni beradi, ya'ni 2,4 volt. Endi delta phi dB'miz teng delta phi AB edi. Boshidagi formulani qaytadan yozyapman. Delta phi minus delta phi AD barobar. Endi delta phi AB'miz biz 6 volt topdik. Delta phi AD 2,4. Demak, 6 minus 2,4 barobar bu 3,6 voltni beradi. Demak, A javobimiz to'g'ri bo'ladi. 3,6 volt. Keyingi masalaga o'tamiz. Germaniy kristalining chap qismi akseptor aralashmani, o'ng qismi esa donor aralashmani o'z ichiga olgan bo'lsa, PN o'tish to'g'ri yoki teskari yo'nalishda ulanganligini ayting. Xo'p, bu bilishga doir. Germaniy demak kristalimiz chap qismi akseptor deyapti. Akseptor aralashma P o'tishga, P o'tkazuvchanlikka moyil. Donor aralashma esa N o'tkazuvchanlikka. Chap qism akseptor demak aralashma bo'lganligi bois bu P ni beradi bizga. O'ng qism donor aralashma ekanligi bois N ni beradi. Va ko'rib turibmizki, P o'tkazuvchanlikka, demak, plus qutb, N o'tkazuvchanlikka esa minus qutb ulangan va bu ulash to'g'ri hisoblanadi. Hammamiz bilamiz, bu ulash albatta to'g'ri. Shuning uchun javobimiz to'g'ri yo'nalishda ulanganligini ko'rishimiz mumkin. A javob to'g'ri bo'ladi. Keyingi masalaga o'tamiz. 2 mm kvadrat kesimdagi mis o'tkazgichda 10 amper tok kuchi 5 sekund davomida o'tganda elektronlar qancha masofaga siljiydi? Tok shu vaqt ichida qancha masofaga tarqalgan bo'ladi? 1 metr kub mis tarkibida 9 ko'paytirilgan 10 darajasi 28 ta atom bor. Demak, mis o'tkazgichimizdan T vaqt ichida oqib o'tayotgan Q zaryadimiz miqdori quyidagi formula orqali topiladi. Q teng elektron zaryadi konsentratsiya ko'paytirilgan S ko'ndalang kesim yuzi V tezlik ko'paytiramiz T vaqtga. Quyimiz o'z navbatida I ko'paytirilgan T ga teng. Bizda IT teng YNS V T formula hosil bo'lmoqda. Elektronlar qancha masofaga siljiydi? Buni LY deb oladigan bo'lsak, bu V ko'paytirilgan T ga teng. Formulamizdan mana bu V ko'paytirilgan T imizni topadigan bo'lsak, bu IT bo'lingan YNS. N konsentratsiya bu atomlar sonini bo'lamiz V hajmga. Shuni bilgan holda I ko'paytirilgan T bo'lingan N konsentratsiya o'rniga N bo'lingan V. V imiz bilan tepaga chiqadi. Va mana bu S bor. Demak, o'z o'rniga qo'yib chiqadigan bo'lsak, I'miz
10 amper 10, T'miz 5, V'miz 1. Elektron zaryadi 1/6 ko'paytirilgan 10 darajasi minus 19 kulom. N'imiz atomlar soni 9 10 darajasi 28. S'imiz 2 millimetr kvadrat 2 10 darajasi minus 6 kvadratda minus 6 bo'ladi. Xo'p, bu teng bo'ladi 1,74 10 darajasi minus 3 metrga yoki 1,74 millimetrga. Endi tok shu vaqt ichida qancha masofaga tarqalganligini topadigan bo'lsak, L tok desak, bu V tok ko'paytirilgan T vaqtga. Vaqtimiz 5 sekund, tokning tezligi esa biz bilamizki, tok o'tkazgich bo'ylab yorug'lik tezligida tarqaladi. Demak, 3,8 yorug'lik tezligini qo'yamiz. Bu esa 5. 5 kira 3 15 yoki 1,5 10 darajasi 9 deb olsak ham bo'ladi. Bu metrda demak 1,5 10 darajasi 9 hamda 1,74 millimetr. 1,74 millimetrimiz yo'q, lekin 1,5 10 darajasi 9imiz bor. Bu yerda variantlarda xatolik ketgan. Mana 1,74 deb olamiz millimetrda. Shuning uchun C javobimiz to'g'ri bo'ladi. Keyingi masalaga o'tamiz. Ikkita bir xil elektrolitik vanna mis kuporosi eritmasi bilan to'ldirilgan. Birinchi vannada eritmaning konsentratsiyasi yuqoriroq. Katodlarda ajralib chiqqan mis miqdorini taqqoslang. Agar vannalar ketma-ket ulangan bo'lsa, parallel ulangan bo'lsa. Demak, birinchi holat ketma-ket ulashda. Ketma-ket ulashda umuman olganda ajralib chiqqan demak mis miqdorimiz Faraday qonuni orqali topiladi. Ya'ni M teng massa teng K I T. Ya'ni elektrokimyoviy ekvivalent ko'paytiramiz tok kuchiga va ko'paytiramiz vaqtga. Ketma-ket ulangan bo'lganligi uchun ulardagi tok kuchlari bir-biriga teng. Demak, tok kuchlari bir-biriga teng bo'lsa, elektrokimyoviy ekvivalent va vaqtlar o'zi teng. Shuning uchun ajralib chiqqan mis miqdorlari ham bir-biriga teng bo'ladi. M1 teng M2. Endi ikkinchi holatimiz parallel ulangan holat. Parallel ulashda biz bilamizki, kuchlanishlar bir-biriga teng bo'ladi. Undan tashqari bir joyga e'tibor qaratamizki, birinchi vannada eritmaning konsentratsiyasi yuqoriroq. Demak, eritma konsentratsiyasi yuqori bo'lsa, tok o'tkazuvchanligi katta bo'ladi. Tok o'tkazuvchanligi katta degani qarshilikka teskari. Demak, C1 katta C2 dan, ya'ni konsentratsiya katta, qarshiliklar esa teskari munosabatda bo'ladi. Qarshiliklar teskari munosabatda bo'lsa, kuchlanishlar bir-biriga tengligidan biz ayta olamizki, tok kuchlari demak I1 katta I2 dan ko'ra. Kuchlanishlar bir-biriga teng. Kuchlanishni I1 ko'paytirilgan R1 U1 uchun yozishimiz mumkin va U2 uchun I2 ko'paytirilgan R2 deb yoza olamiz. Bu yerda
i1 i2dan katta ekanligi bois mana bu formulamizdagi mk it formulamizda k va t'lar bir-biriga ikkala holatda ham tengligi i1 i2dan kattaligi bois m1 katta bo'ladi m2dan ko'ra. Demak, birinchi holatda massalar bir-biriga teng, ikkinchi holatda birinchi vannadagi ajralib chiqqan mis miqdori massasi katta bo'ladi. Ko'rib chiqamiz. Demak, ketma-ketda bir xil degan javobimiz B va D da bor. Parallel ulanganda B'imizda birinchi vannada ko'proq mis ajraladi deyapti. Demak, mana shu gap to'g'ri. Javobimiz B variant. Keyingi masalaga o'tamiz. Tok o'tayotgan to'g'ri burchakli ramka bir jinsli magnit maydonda joylashgan. Maydonning ramkaga ta'siri natijasi qanday? Demak, tok soat mili yo'nalishda oqmoqda. Bu ramkamizga magnit maydoni tomonidan amper kuchi ta'sir o'tkazadi. Amper kuchi yo'nalishi biz bilamizki, chap qo'l qoidasi orqali topiladi va amper kuchining formulasi FA teng BIL sinus alfa. Mana shu yerdagi alfa burchagimiz, alfa burchak bu tok yo'nalishi bilan magnit maydon induksiyasi yo'nalishi orasidagi burchak hisoblanadi. EA demak EA qismda I tokimiz yuqoriga yo'nalgan va magnit maydon kuch chiziqlari yo'nalishi ham xuddi shu yo'nalishda. Demak, bu yerda alfa burchagimiz 0 ga teng, 0 gradus. Demak, sinus 0 da 0 ga teng hisoblanadi. Shuning uchun F amper bu yerda ham 0 ga teng. Sinus 0 da formulamizdan, demak, mana bu sinus 0 ga teng bo'lsa, umumiy, demak, mana bu ko'paytmani ham 0 ga tenglashtiradi. Endi AC qismni olib qaraydigan bo'lsak, bu tok kuchimiz o'ng tomonga yo'nalgan, magnit maydon kuch chiziqi bilan 90 gradus burchak hosil qiladi. Alfa 90 gradus. Sinus 90 gradusda 1 ga teng. Shuning uchun bu yerda F amper kuchimiz chap qo'l qoidasiga ko'ra 4 barmog'imiz tok yo'nalishi bilan bir xil tushishi kerak. Kaftimizga magnit maydon kuch chiziqlari tik tushishi lozim. Shunda 90 gradusga burilgan bosh barmog'imiz amper kuchi yo'nalishini ko'rsatadi. Bu yerda amper kuchimiz yuqoriga yo'nalgan bo'lmoqda, yo'inki bizga yo'nalgan desak bo'ladi. Ya'ni mana bunday belgilaymiz. Mana shu F amper kuchimiz bizga yo'nalgan. Endi CD qismda bular tok kuchi bilan magnit maydon kuch chiziqlari o'zaro 180 gradus burchak hosil qilmoqda. Sinus 180 gradusda ham 0 ga teng. Shuning uchun F amper kuchi bu yerda ham 0 ga teng bo'ladi. Endi YD qismda esa yana o'zaro 90 gradus burchak ostida. Alfamiz demak 90 gradus. Bunda ham chap qo'l qoidasini ishlatadigan bo'lsak, endi chap qo'l qoidasiga ko'ra amper kuchimiz yo'nalishi bizdan bizga emas, bizdan yo'nalgan. Shuning uchun mana bunday qilib amper kuchi yo'nalishini ko'rsatamiz. Ana endi shunday qilib YD tomon bizdan yo'nalgan. YD tomon haqida gap ketyapti. Javob variantlarida ramka YD tomoni bilan bizdan uzoqqa buriladi va mana shu D javobimiz to'g'ri bo'ladi. Keyingi masalaga o'tamiz.
Uzunligi 1 metr va qarshiligi 2 ohm bo'lgan Mn o'tkazgich bir jinsli magnit maydonda joylashgan. Induksiyasi 0,1 Tesla. O'tkazgich elektr yurituvchi kuchi 1 volt bo'lgan manbaga ulangan. Ulash simlarining qarshiligi va manbaning ichki qarshiligi hisobga olinmasin. O'tkazgichdagi tok kuchi qanday agar A. O'tkazgich tinch tursa, B. O'tkazgich o'ng tomonga 4 metr taqsim sekund tezlik bilan harakatlansa, C. O'tkazgich chap tomonga xuddi shunday tezlik bilan harakatlansa. Demak, o'tkazgich tinch tursa, undagi tok kuchi quyidagicha topiladi. I teng elektr yurituvchi kuchi bo'lingan R qarshilikka. Bu 1 taqsim 2, ya'ni 0,5 amper bo'ladi. Endi o'tkazgich o'ng tomonga 4 metr taqsim sekund tezlik bilan harakatlanganda tashqi, demak, induksion tashqi elektr maydon bilan mana bu induksiyalangan maydonimiz bir xil yo'nalishda bo'ladi. Demak, bir xil yo'nalishda bo'lsa, umumiy maydonimiz bu ikkalasi, demak, tashqi qo'shamiz, demak, induksiyalangan maydon. Bizda tashqi maydon elektr yurituvchi kuchi bo'lamiz L o'tkazgich uzunligiga plus va induksion maydonimiz V tezlikni ko'paytiramiz B magnit maydon induksiyasiga. Va bu o'z navbatida teng bo'ladi 1 taqsim 1 1ni beradi plus tezligimiz 4, B'imiz 0,1 0,4 barobar 1/4 volt taqsim metr. Endi tok kuchi esa I teng mana shu umumiy maydon ko'paytiramiz L uzunlikka bo'lamiz R qarshilikka. Bu 1/4 ko'paytiramiz 1 bo'lamiz 2 barobar 0,7 amper bo'lmoqda. Endi C ga o'tkazgich chap tomonga xuddi shunday tezlik bilan harakatlansa, endi ikkita maydonlarimiz o'zaro qarama-qarshi bo'lib qoladi. Shunda umumiy maydonimiz, demak, tashqi maydon ayiramiz induksiyalangan maydonimiz. Endi xuddi shular, ya'ni formulamizda orasida minus qo'yamiz. Bu 1 minus 0,4 barobar 0,6 volt taqsim metr. Endi tok kuchini topadigan bo'lsak, I teng umumiyni L ga ko'paytirib R ga bo'lsak 0,6 1 2 demak 0,3 amperni bermoqda. Demak, javobimiz A 0,5 amper, B 0,7 amper, C 0,3 0,5 0,7 0,3. B javobimiz to'g'ri bo'lmoqda. Keyingi masalaga o'tamiz. Moddiy nuqta X o'qi bo'ylab tebranmoqda va bir davr ichida 18 sm yo'l bosib o'tadi. Nuqtaning maksimal tezligi 0,3 metr taqsim sekund. Davr nimaga teng? Demak, biz davrni topishimiz kerak. Bir davr ichida 18 sm yo'l bosib o'tilgan bo'lsa, bu o'zi bir davr ichida shu S masofamiz bu 4 amplitudaga teng.
Demak, bir davr ichida nuqta 4 amplitudaga teng masofani bosib o'tadi. Bu yerdan amplitudamiz s taqsim 4. Maksimal tezlik bu omega ko'paytirilgan a, ya'ni burchak tezlikni amplitudaga ko'paytmas. Bu yerdan burchak tezligimiz v maksimal bo'lamiz amplitudaga. Bu yerdan davrimiz t teng 2pi taqsim omegaga. Omega o'rnida v maksimum bo'lingan a ni qo'yadigan bo'lsak, 2pi ayimiz tepaga chiqib, demak v maksimum bo'ladi. Barobar amplituda o'rniga s taqsim 4 ni qo'yadigan bo'lsak, 2pi s taqsim 4 v maksimal barobar bu yerda o'z o'rniga qo'yadigan bo'lsak, 2pimiz 628, s'imiz 0.18 metrda yozamiz. Bu yerda ko'paytirib bo'lingan 4 kira 0.03 va bu teng bo'ladi taqriban 942 sekundga. C javobimiz to'g'ri bo'ladi.